mana shuni tez skrinshot qilib olinglar. Mana yantarni kislota. Mana hozir endi sizlar bilan yantarni kislotani to'g'ri foydalanishi man sizlarga aytaman va nima uchunligini. Kunlar salqin tushdi. Mana endi sekin bismillahni aytib yantarnini kerak vaqtda ishlatamiz. Har doim emas. Yana mana shu baklashkam va mana yantarni kislota hamma biladigan, hammaga tanish. 1 litrga 1 gram solamiz. Значит, men 5 gram tortib oldim. 5 litrga solamiz va обязательно buni rastvarиться qilishini, erishini kutamiz. Qo'yib qo'yinglar, 15 minut, 20 minut qo'yib qo'yinglar. Har zamonda bundoq qilib qo'ysanglar, erib ketadi. Buni nima qilamiz? Men sizlarga boya ko'rsatganimdek, baylar sarg'ayotdi, stressga, adaptatsiyaga uchraganda, bu именно anti-stress hisoblanmaydi. Anti-stress bizda epin bo'ladi, birinchi o'rinda. Keyingisi sirkon bo'ladi. Bu bizda masalan benjaminlar boshqalar yoki mana bay kratollar to'kvordi bay. Biz nima qilamiz? Olamiz, bitta yantarningni ustidan ham tagidan ham berib yuboramiz. Bir marta 15 kun, 20 kun, balkim bir oydadir. Bo'ldi. Shu bilan yaxshilab qizdirib oladi. Undan u yog'iga o'zimizni chiroyli qilib paytapni o'qotimizni qilamiz. Yantarni bitta qizdirib olib, ozgina uyg'otib, ustini ham, tigini ham uyg'otib olishimiz uchun, qizdirib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Va undan u yog'iga дальнейшем o'qotimizni qilamiz. Bu degani to'g'ri anti-stress deyiladi, to'g'ri stimulyator korney deyiladi. Lekin bu primoy anti-stress deyilmaydi, primoy stimulyator deyilmaydi. Bitta uyg'otib olinadigan narsa hisoblanadi. Buni lekin juda ham kasal reanimatsioniylarga har doim ham ishlatib o'rmaydi. Oldin davolab turib, keyin yantar beriladi. Esingizda tursin. Foydali bo'lgan bo'lsa, qani like, podpiskani bosamiz, saqlangiz, обязательно qilamiz, kommentariyda mulohazani yozib ketamiz. Men hozir ozgina gullarim bor, o'shalarga qilib yuborish kerak. Ketdik.